Erta sahardan ibodatlarimizni qilib olib, bugungi tongimizni sog'liqqa foydali bo'lgan smuzi bilan boshladik. Fotima Zuhra, iltimos, shu ajoyib smuzi retsepti bilan bizlar bilan bo'lishinglar deganinglarga sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Ushbu smuzimiz kivi, limon sideridan tayyorlanib, ichki organizmni tozalab, teringiz yorqin bo'lishiga yordam beradi. Bugun quyosh boshqa tarafdan chiqqanga o'xshaydi, chunki Fotima Zuhra odatda qilishmaydigan nonushtaligini qilib olishdi. Keyin esa chaqqongina bo'lib, uy ishlarimizni qilib olib, kosmetika zakazlarimizni kargoga topshirish uchun tayyorlab oldik. Kanikul tugashiga ham bir oy qolibdi. Axir o'qish boshlansa, bedor tunlar yana boshlanadi. Shuning uchun maza qilib dam olib olishimiz kerak. Inshaalloh tez orada yana bir biznesimizni yo'lga qo'ymoqchimiz. Agar siz ham Koreyaga o'qishga kelmoqchi bo'lib, lekin nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, biz Mistvin sizga yaqindan yordam beramiz. Keyin esa singlimiz bilan ko'rishish uchun Seuldan Incheon tomon yo'l oldik. Koreyada 7 yildan beri yashayotgan bo'lsak-da, lekin bugun birinchi marta metroga tushib adashib qoldik. Maza qilib suhbatlashib ovqatlandik. Agar biz haftada bir marta ko'rishmasak, bir-birimizni juda ham sog'inib qolamiz. O'zi Fotima Zuhraning bitta ukasi bor, lekin Koreyaga kelganimizdan so'ng singilli ham bo'lib oldik. Allohimning qudrati cheksiz. Axir egizlaklaringizning kuni kofesiz o'tmaydi-ku. Kafega borib maza qilib kofelarimizni ichib olib, uyga qaytdik. Yuz parvarishimizni qilib oldik. Bugungi kunimiz shunday mazmunli va maroqli o'tdi. Hammaga xayrli tun.